Nima? 1 soatda manpar tayyorlaymiz. Xamirini ham o'zimiz qilamiz deysizmi? Olib qolmaysiz kelin poshsha. Yog'ni qizdirib olib, go'sht, seldir, piyoz hamda chesnok solib qovuramiz. Tuz hamda lag'mon, ziravori, yulduzcha solib yana qovuramiz. Daykon hamda basay karamini ham solib qovuramiz. Hoy, kuydirib yubormang. 1 choy qoshiq tomat pasta hamda pomidor, qizil, sariq, yashil bolgarskiy solib qovuramiz. Taxminan 2-2,5 litr suv mintalatib qaynatib qo'yamiz va xamirini tayyorlaymiz. Suv, tuz, tuxum hamda yog' solib, turon unlardan solib o'rtacha qattiqlikda xamir qoramiz. Videoda ko'rsatilgandek dangasalar manparini kesib chiqamiz. Xamirimizni unlab ishlasak, umuman bir-biriga yopishib qolmaydi. Taxminan 40 daqiqa qaynagan sho'rvasiga yog'larni solib, 5-7 daqiqa qaynatamiz. Ko'k bolgarskiy hamda ko'katlar, chesnok va seldir solamiz. Ovqatimizdan yana ham o'tin maza kelish uchun qizib turgan cho'g'i solib, 30-40 sekunddan ushlab turamiz. Qarabsizki, taomimiz tayyor. 1 soat ichida juda ham chiroyli va mazali quyuqqina manpar taomimiz tayyor bo'ldi. Hurmatli kelin poshshalar, qani bir like bosib yuboringlar-chi. Agar sizlarga retsept yoqqan bo'lsa, sizlardan like va kommentariya kutib qolaman.